Tezkor xabar. Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev. Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Eng so'nggi yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, albatta kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Tezkor xabar. Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev bugun tushlik vaqtida mamlakatdagi vaziyat haqida xalqqa murojaat qiladi, deya xabar bermoqda Xabar 24. Avvalroq davlat rahbari terrorizmga qarshi kurashish shtabining yig'ilishini o'tkazgan edi. Uning so'zlariga ko'ra, mamlakatning barcha hududlarida konstitutsiyaviy tuzum tiklangan. Biroq uning so'zlariga ko'ra, aksilterror amaliyotlarini to terrorchilar batamom qirib tashlanmaguncha davom ettirish zarur. Agarda videorolikimiz sizlarga foydali bo'lgan bo'lsa, kerakli ma'lumotni olgan bo'lsangiz, like qoldirishni unutmang.